Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. Hammalarni mana bugungi sayohatimizni Xudo xolasa Arofatga kelib, mana Arofat tog'idan boshlayapmiz. Ertalabda mana Arofat tog'i bo'ladi mana bu. Biz shu tog'dan Xudo xolasa sayohatlarimizni boshlayapmiz. Xo'p, hamma 4 kunlik paket buni amallarni bajarish uchun biz bilan kelishlarini tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana chiroyli xizmatlarni qilib yuribmiz. Mana bizning jamoatlarimiz hammalari shu joyda. Xo'p, birga kelib, birga ibodat qiling, birga sayohat qiling. Hammalar shu joylarga taklif qilib qolamiz, Xudo xolasa. Hozir men o'zbekcha gap bersam, batotni o'zbeklar qilaman, eqqa turinglar. Ayollar bilan qiling. Mana ko'ryapsizlar. Barcha hojigalarimiz shu joyda. Birga mana onalarimiz mana bu joyda. Mana bu Arofat tog'i hisoblanadi. Hozir qora akamlar birgalikda shu joyda duolar qilamiz. Mikrofoningizni oling, iltimos. Qo'y buni. Ha? Faqat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina va habibina Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Al-hajju Arafa. Agar farz ayyomiga qaysi inson hajga kelsin, ana shu yerga kelmasin agar Arafotga haj bo'lmaykan. Bu rahmat tog'i deyiladi, rahmat yeri, rahmat tog'i. Alloh taolo Hazrati Ibrohim Xalilulloh edi. Payg'ambarni Allohning Xalil aytdiki, "Ey Ibrohim, tog'ning ustiga chiqing." Chiqqandan keyin aytdiki, ana shu hajji rukunlarini hammasini Alloh taolo Jabrailning vositasi bilan Hazrati Ibrohim alayhisalomga ko'rsatdilar. Keyin aytdilarki, "Ey Parvardigorim, yo Rabbim, bu yerda hech kim yo'q-ku, mendan boshqa biror inson yo'q-ku. Ey Ibrohim, sen qilgin, meni bandalarim bu yerga keladi" dedi. Alloh taolo aytdi. Hajni rukunlarini Alloh taolo Jabrailning vositasi bilan Ibrohim alayhisalomga o'rgatdi, qanday qilish kerak, nima qilish kerak. Keyin shu Arafot paytiga mana hajga kelganlar-ku, shuncha odam ko'payar ekan, hamma yer yuz tog'lar odam bo'lar ekan. Duo qilganga shayton kelib qarar ekanki, men 20 yil, 30 yil, 40 yil bularni vasvas qildim, gunohga sodir qildim, hamma ishni qilib. Bugun Alloh taolo bularni bu rahmat tog'iga Alloh bularni kechirar ekan, ko'rar ekanda shu holatni ko'rar ekan. Bularni Alloh taolo kechiradi bandalarini. Shoyatki meni ham Alloh kechirar ekanmi deb umid qilar ekan shayton. Buncha odamni ko'rib umid qilar ekanki, mumkinki Alloh taolo bizlarni kechirsa, meni kechirar ekanmi deb umid qilar ekan. Odam alayhisalom bilan Muhammad alayhisalom jannatga bular yuraydilar, kishi xotin edi, yuraydilar. Alloh nima deydi? Bitta daraxt yo almami yo bug'doymi vallohu alam bilmayman, aytdilarki, shu daraxt sizlarga ma'mur. Shuni yemanglar dedilar. Shu sizlarga yemanglar ogoh qilgandilar. Odam alayhisalom bilan Muhammad alayhisalomdan. Keyin shayton yoshirib kirdi-yu, Hazrati Odamga aytdi, agar shu mevani yeysan, sen jannatlik bo'lasan, sen maloika bo'lasan, darajang juda ham katta bo'ladi. Aytdi, Odam alayhisalom yemadilar. Haydat, men yemayman dedilar. Alloh taolo buni man qilgan dedilar. Keyin nima qildim? Havo alayhisalomni onamizning oldiga bordilar, "Ey Muhammad alayhisalom, shu mevani yegin" dedilar. Alloh sizni maloika qiladi, darajangiz bundoq qiladi. Endi ayol kishi-ku. Shuni yedilarki, bongi xatar bo'ldi. Alloh taolo biluvchi, ko'ruvchi zot, hammani bilib nima qildi? Ekoni jannatdan ronda qildi, haydadi. Ogoh qilgan edi Alloh taolo bilaga. Ekoni jannatdan haydadilar, 300 yil birovlarni o'qtardilar. 300 yil. Bitta rivoyatga keladi 500 yil, bitta rivoyatlarga 300. O'qtardilar, topmadilar. Bir kun Odam alayhisalom ana kelib boshlari ham shayqa chiqdilar. Nima dedilar? Bismillahirrohmanirrohim. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Parvardigor, nafsimga zulm qildim. Sen meni kechirmasan, zolimlardan bo'laman. Duo qildi. Ana shu yerga Alloh taolo nima qildi? Kechirdan shu yerga. Alloh taolo Hazrati Odam alayhisalomning gunohlarini ana shu yerga hammasini kechirdi. Yana bir-birovni ko'rib, yana necha yil yashadilar. Nima gap? Odam alayhisalom birinchi gunoh qilgandan keyin
tavba va tazarruh qilib ana shu yerga nimaga biz bu yerga kelamiz? Alloh taolo jamiyatni duosini qabul qiladi. Nimagaki mumkin ichlarimizga biron avliyo bo'lsa, mumkin ichlarimizga birovga Allohga yaqin insonlar bo'lsa, mumkin ichlarimizga biron Allohda muhibbi bo'lsa, o'shani Alloh jamiyatni duosini qabul qiladi. Payg'ambar aytadi, "Qayerqa jamiyat bo'lsa, o'sha yerga boringlar musulmonlarning jamiyatiga borib duo qilinglar." O'sha uchun o'z qiblaga men qaraman, duo qilaman. Sizlar amin deysizlar. Men nimani duo qilsam arqamdan amin amin deysizlar. Keyin men bitirgandan keyin sizlar o'zlaring duo qilasizlar, o'zlaring yana. Biz shekhe kelamizki Alloh taolo bizdan rozi bo'lsin. Bizning gunohlarimizni kechirsin va Parvardigor ota-onamiz o'tganlarimizni kechirib deb duo qilamiz shekhe. Ana shuncha umid bilan kelamiz. Chunlariga o'sha uchun beqqa duo inshaalloh mustajob bo'ladi. İnşallah. Nimagaki birinchi payg'ambar Odam alayhissalom payg'ambar illa. Mana Alloh taolo shekhe kechirdi gunohlarimni. Bizlarni ham gunohlarimizni inshaalloh kechiradi. Odam alayhissalom. Chunlariga hozir men bu tojlarga tushuntiraman, keyin duo qilaman. Shunlaringga ana shu yerga turib turinglar.